Assalomu alaykum aziz YouTube ishbozlari, aziz obunachilar. Biz mana 9 sotidan 18 soti bo'lgan katolimizni olib kelib o'rnatdik akamizga. Chiroyli qilib montajlarni, ustunovkalarni qilib berdik. Hozir chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Akalar, sizlar ham katol qilmoqchi bo'lsanglar, bu hozir qilgan montajlarimizni ko'rib, shundan xulosa olasizlar. Bir montajlarimizga baho berasizlar. Bu issiqxonamizdagi topli pol ham bo'lgan, tuba sistema ham bo'lgan. 18 soti o'zi 9 soti qilib alohidadan yoqaman dedi. O'rtaga mana qanday zadushkalar qo'yib qo'ydik. Buni sovuq bo'lmagan kunlari, o'rtacha kunlari bitta katol bilan polniy kargazini sistemasini ishlatsa bo'ladi. Sovuq bo'lgan kunlari ikkovini ham ishlatsa bo'ladi. Endi bu yerda plus yana topli polimiz bor. Alohida topli polning o'zini ham bitta katoldan ishlatsa bo'ladi. Barcha sistemayu topli polni ham bitta katol bilan ishlatsa bo'ladi yoki alohida qilib ishlatsa ham bo'ladi. Hozir bu orqa tomonlari polniy montajlarni qilib bitkizdik. O'zi ham 3 kun vaqt ketdi. Ko'rib, ishimizga baho berasizlar. Bu nasosimiz, bu o'rta sentralni yo'l. Boboda nasos buzilib qolsa, shu yerni ochadi. Hozir ochiq turibdi. Shu nasosni chiqarib turib, unga da ishlab turaveradi. Bir nasosi buzilib qolib yoki nasos tiqilib qolsa, muammo bo'lmaydi. Endi mana bu kelayotgan bu yoqqa o'tib ketadi. Bu o'rtada bir-biriga ulangan. Shu yerni ochib qo'yib, polniy bitta katta yo'ldan urib ishlatsa bo'ladi. Endi bu tomonda ham xuddi o'sha narsa. Endi mana bunisi topli pol. Topli pol kelib turib, bittasi unga, bittasi bunga urilgan. Addenni faqatgina topli polni o'zini ishlataman desa ham bu yerda ishlaydi. Shunaqa funksiyalar bilan qilib qo'ydik. Endi bu nima deyishlar mumkin? Buni ko'rib turib, bu rashtinli bak. Shu ikkoviga bitta qilib urib qo'ydik. Monasi katolimizni ishlatganimizdan keyin ichi terlamaslik uchun birinchi mashatni o'zida yaqingina joyini issiq suvni aylantirib olishlik uchun mashina qo'ydik. Katolimiz shunda terlashi kamroq bo'ladi. Endi katolimizga yana bu tomoniga qaytadigan bo'lsak, bu tomoniga miya qo'ydik. Nasosnikiga, nari tomonga ventilyatoriga. Katolimiz o'chib qoladigan taqdirda ham svet tagini ochib qo'yadi. Bu o'rta strelka ochiq turibdi. Shu holatda ham samotoyga ham mosladik. Samotoy ham bemalol ishlab beradi. Endi mana oldin ko'rinishi. Suv datchiklar qo'yib qo'ydik, temperaturani ko'rib turgani. Bu tomonda mana ikkita miya, bittasi nasosga, bittasi ventilyatorga, bu tomonni ham ko'rsatdik. Remontlari bu yerdan chiqib ketgan. Katyolimizga 9 sotidan 18 sotiga bizga zakaz qo'ygan. Biz esa 10 sotidan 26 soti joyni ko'taradigan katyolimizni 9 sotidan 18 soti joyga mana montaj qilib qo'ydik. Ekran ustida nomerlarimiz bor. Hozir qorong'i tushib ketyapti. Yoqishga usvet qila olmadik. Xudo xolasa buni yoqib, ichida sistemalarni ham yana bir video qilib, общий narxi necha pulga tushganini sizlarga aytamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Ekran ustida nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.